بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Qadil qardaşlar, bugün yana bevosita yana şu savollarga o'tamiz. Hurmatli Mahsum aka, bugün so'ralgan savollarga kiray başlayalım. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Zakatimizni har yil zakat ayirish vaqti kelishidan burun ehtiyoj egalari qarindoshlarimizga zakat niyati bilan bersak bo'lamdi. Ya'ni zakat vaqti kelganda yil ichida parcha bergan pullarni hisoblab zakatga hisoblayman. Yoki bo'lmasa ma'lum oilaga oylik maosh shaklida o'rinlashtirib qo'yib, yil oxirida shu pullarni qo'shib zakatga hisoblasam bo'lamdi. Endi ma masala haqida zakatni yil to'shashdan burun berish masalasi. Bu mutlaq ko'p sonli ulamolar. Ebu Hanif başçılığı Hanefi mezhepteki ulamolar. Şafii, Hanbali mezhepteki ulamolar. Ama bulardan burun o'tgan salaf nesine mesleğe o'xshash bir qanchilgan salaf salihlar zakatni yil to'shashdan burun basi durust deb qaraydi. Buni keltirgan bir qancha dalillari bor. Shu dalillarning qatorida biri zakatning vacip bo'lishinin asosiy nisob. Tek yil to'shmagan bo'lsa-mu, nisob yetgan mal bo'lganda ekan qo'lda. Nisob qo'lda mal boylikning nisob yetishi bilan geding zakat vacip bo'lganda ekan. Vacip bo'lganda ekan. Ado qilish uchun yil to'shish lozimda. Uni yilni to'shni saqlamay nisob yetgandan keyin zakatni basi bo'laverdi, oldin basi bo'ladi, durust deb qaraydi. Bu bir aqli dalil. Ana bu haqda keltirgan Kitobulloh sunnat Rasulullohdan dalil Payg'ambar alayhisolamdan kim? Tag'isi Abbasqa Abbas radhiyallohu anhu'niki zakatni oldidan berib olsam degan talabiga qarata Rasululloh bunu da aldın bersem de aldı ruhsat kaldık haqida hadis var. Hulufay Raşid Ali radhiyallohu anhu rivayet kıldı bu hadisni. Bu hadisga asaslandı bular. Hem de ayet gelgende ayette fastabiqul hayrat deylik. Her qanday yaxshi ishni qilishni aldıranglar. Musabaqlashinglar aldırang degan mazmunda kelgan ayet. Mushkil mazmun bir qancha ayet var. Mush ayetning mazmuniga asoslanib turib zakatni qo'ldagi malning bir qismini boshqalarga berish. Bu bir yaxshi ish. Yaxshi buni aldirash lozim. Unda o'g'andakin yil to'shashni saqlamay, yil to'shashni bervasta durust deb qaraydi mavla. Ama bu masala haqida Maliki ve Zahiri mezheptekiler zakatni yil to'shashdan burun berish durust emas deydi. Onun vaqt keldigan boshqa dalillar var. Şu dalilning qatori bilan zakatni da vacip bo'lishi bir nisob, ikkinchi yil to'shishi lozim. Tek yil to'shmagandan keyin geding zakat tamam vacip bo'lmoqlik. Vacip bo'lmagandan keyin bu vaqtda berishim durust olmaydi bu. Deb buni boshqa nurg'un dalilni keltirdi. Bu da durust emaydi aytqanda ham bor shu. Ammo mutlaq ko'p sonli ulamolar zakatni yil to'shashdan burun oldin basi durust deb qaraydi. Biz şu fikrini tercih qilamiz. Şu fikir bo'yicha zakatni yil to'shashdan burun basi durust. İkinci zakatni boshqalarga oylik to'xtatib berish masalasi. Boshqa yil ichida parcha berib, yil to'shqanda to'plab zakat hisoblash masalalari. Buni turib qo'yaptim. O'sha zakatni yil to'shashdan burun basi durust degan mush fatvoga asosan mayli oylik to'xtatib beramdi, mayli bo'lib beramdi. Bu da şu durustun tahtiga dahil olup gidemdi. Xo'sh. Şunun qatori bo'ladi durust. Ama bu yerda diqqat qilgan bir muhim nuqta var. Zakatni bermoqchi bo'lgan kishi birisiga oylik to'xtatib berdi. Ya bo'lib berdi bir necha qatam. Ama berish yerinde harakatim go'yo aniq oylik maosh to'xtatib berib, ya oyda bir necha qatam
Jildi bilip yardım qilish arqali uni xayr saxovat qilayotgan, kuyinayotgan, yardım qilayotgan shap berib turib, aniq zakat bergan uqtirmay, ham ko'nglidan ham zakatni ado qilay, ham menga maash to'qtman yardım qilib tushunib qolsin deb mandaq niyat qilish bunda bu durust emas. An qarshi tarafga o berilgan narsaning zakatligini uqtirishi lozim. Bu zakatni ma'vo deb. An o qarshi taraf masalan maash to'qtib bersin. Bana maaş to'qtib berdim, işitishi mumkin. Rahmet deb qo'yib. An o zakat ish durust bo'lmaydi, qaydan bilishi mumkin? Berilgan pulning zakat ekanini bilmagan ekan. Zakat ish durust bo'lmagan odam zakat bergan bo'lib qoladi-da. Xo'sh. Zakat ish durust bo'lmagan odam zakatni yeb qilishi durust emas-da. Boshqaning namunasib bo'lgan narsani yeyishga sabab bo'lib qoladi vaqtda. Şunda maaş to'qtib bergan, pashi bo'lib bergan shaklda taqdirda cho'qim buningki zakat ekan. Qarshi tarafdagi odam zakat yeyishga haqli bo'lgan odam bo'lsa, qarshi tarafdagi ko'nglini yerim qilmaslik uchun o'zi qalbida niyat qilib qarshi tarafga bildirmaylar yaxshilikni basichu. Ya'ni yaxshi emas. Chunki aning masalan insonning sharoiti o'zgarib turdi-ya. Biz siz tashqi qaramoqqa zakat qilmasdan bajib kambag'alga deb qilishi mumkin. Ostiritdan zakat berdiğim bayram çıkıp kılışı mümkün. Mesela bazen var qaramoqqa millioner ko'rinayotgan, o'zining qiyinchilikni hech kim sezdirmaydigan, nomus qilib, ba'zi yig'inidan yo'q ojliqni olib qoladigan. Bunda ahvoldan bo'ladi hamda. Bunda nomuschan odamlar bor. Unda o'g'adiki buni uqtirish lozim bo'ladi. Zakat bu. Chunki payg'ambar alayhisalom qish kelgan molni zakat bu, hadiyami bu deb so'raydi-da. Xo'sh. So'rab qabul qilib, hadiyani hadiya bo'yicha zakatni zakat bo'yicha sarf qiladi. Shunga qish kelgan molni hadiyami zakatmi deb payg'ambar alayhisalom so'raganligi bizga bir ta'lim. Xo'sh. Bunda og'ilama so'rab muomala qilish lozim. Nima bu deb? Bir odamni deb berish lozim. Payg'ambar alayhisalom ash hadisidan iniq deb muayyanlashtirib qilishning lozimligi chiqadi-da. Biz har qanday ishni payg'ambarning yo'lidan menishimiz lozim. Chunki payg'ambar alayhisalom kelgan malning zakat ya hadiya deb muayyanlashtirishga tashabbus qilgan ekan, buni muayyanlashtirish lozim-da buni. Yana bir narsa misol kallamda qoldi, masalan bu nisobga yetish, masalan bir insonningki hech zakat tunji qatim zakat berish uchun meli hisobga yetib nisob qilayotgan ekan, bir yil to'shgan ekan ondan berdim. Bu inson bu yil masalan nisobga yetdi, bir yil to'shdi, boshildi zakat berishga. Yil bo'yi shu alqan tig'inbak puli ko'payib mangda, yana har yili nisobga yetib bir yil o'tish kerak emas. Bu tunji qatimliq zakat berishda qo'llanilgan narsa bu. Bunday her yil her bir musulmon qo'lda bor molni hisoblab ko'rdi. Xo'sh. Masalan, aldığınız yıldaki nisab aynen şeklinde saqlanıp qalgan bo'lsa, keyingi yillardami shu bo'yicha zakat beradi. Azaygan bo'lsa, shu ozliq bo'yicha, qo'ldagi mol ko'paygan bo'lsa, keyingi yillarda ko'paygan bo'yicha zakatni beradi. Agar ki Allah saqlasin da bir afet olsa qo'ldagi moldan ayrilib ketib, qo'lda bor mol nisab yetmay qolib qolsa, zakat kelmaydi keyingi yillarda. Shu har yilda aniqlash lozim buni. Masalan, 2 yillikni oldin berayotgan taqdirda keyingi yilni hisoblab ko'rib, qo'lda bor mol oldingi nisabning o'zayinimi yo mal qo'shilganmi? Buni hisoblab qo'shilgan bo'lsa, qo'shilganning zakatni ayrim berdi vaqtida. Ayrim berdi. Xo'sh, rahmat. Endi 3-chi savol bo'lsa, Xitoy tajovuzchilari atalmış asabiylikni tugutish temasidagi itot musobaqasi o'rinlashtirib, vatanimizning hamma yerlarida dehqonlarni itotchi qilayotganligi hammamizga ayon. Bu xalq ichidan chiqqan itotchilarning tanlangan itotlari hozir vatan ichidagi eng kichik yezi bozorgacha, hatto turmalargacha kirib o'ynalmoqda. Bu itotlar asosiy jihatdan tema qilgan mazmun, g'azat yo'lda o'lganlar shahid bo'ldi deganni targ'ib qilish qonunga xilof jinoyat. G'azat yo'lda shahid bo'lganlar jannatga kirdi deyish qip-qizil yolg'onchilik. Jilbob kiyimlari nodonlik, terrorlik kiyimi. To'y xat olmaganlarning nigohini o'qish qatorliq diniy marosimlar qonunga xilof qilmish. To'y to'kinlarda nag'ma-navo qilmaslikni targ'ib qilish, odimiylikni burmalash ham ossonlik millatlarning an'anaviy madaniyatiga buzg'unchilik qilganlik degandek safsatalarni hadab tashviq qilmoqda. Bu ishlarni qilayotganlarni bu qilganingiz bo'lmadi degan bir olim ko'rmadim. Hatto bu olimlarimiz sukutda turish bilan bo'ldi qilmasdan, amdilikda o'zlari sapning oldida turib, Xitoyning kichik olma usulini numus qilmasdan sahnada o'rinlamoqda.
Bu etotlarni o'rinlayotganlarning kafir bo'lishida shak bormi? Buningga sukut qilganlarchi? Biz yanada yaxshi gumon qilishimiz kerak deb ularning majburlanganligini dastlab qilayotganlarga nima deymiz? Bir dinning tamsilchisi bo'lgan kishining xalq olam oldida Xitoycha naqshiga usul o'ynashini qanday tushunishimiz kerak? Yani biraz murakkab masala ekan. Masalan, jihad İslamning muhim prinsiplarining biri. Xo'sh. Buni inkor qilish, masxara qilish kufrga apirdi. Bir odam jihadning islomning muhim bir prinsipini bilib turib, buni inkor qilsa, bunda ish yo'q deb masalan. Yoki Buni masxara qilsa, kamsizsam dindan chiqib ketadi. Buni bilmay qilib qolgan bo'lsa, uning hukmi ayrim bo'ladi. Gunohkorlikdan xoli olmaydi, uning hukmi ayrim bo'ladi. Uni shu voqeaga ko'ra tahlil qilish lozim. Xo'sh. Endi hijob masalalari. Hijob masalalari ayolninki yüz bilan qo'lidan boshqa butun badanni cho'ng kichik o'riqsiz bilinmaydigan darajada tamamen a'zodir kim bilan boshqalarning diqqati jalb qilmaydi qamanda a'zodir kim bilan yugash islomlik farzayinning birisi bu. Xo'sh. An yüzü qo'li masalasi haqida buni yepish farz deganlar bor. Sünnet deganlar bor. Xo'sh. Her halda yapsa naytı muhim yaxshi deb tashabbus qildik. Xo'sh. Ama mush ayolning mush bedenini yugaydigan mush kiyimini kiyishni İslamda farz. Bu farzni hamda qaloqlik, xurofot u deb masxara qilish, buni inkor qilish hamda islomning asosiy prinsipidan birini, uning mohiyatining islomning muhim prinsipi bilib turib, inkor qilish, masxara qilish kufrga apirdi bu. Bunu mu bilmey qilib qolgan hukmi boshqa. Bilmey qilgan. Endi bu qaramak oddiy kiyim masalasi bo'lgan bilan islomning prinsipi bu. İslamning prinsipi. Xo'sh. Endi buni masxara qilib itot o'ynash hamda. Komediya itot o'ynash masalasi. Endi asha itotning o'zi bir o'yan, bunisi masxara xarakterdagi. Xo'sh. Tanqid xarakterdagi o'yanda. Bunu baş tiyim qilib turgan o'ynagandan bu islomning asosiy prinsiplarini masxara qilgan, inkor qilganlikning ifodasi hamda bu. Mush ishni qilib yurgan odamlar buning islomning muhim bir prinsip bilib qilgan bo'lsa, iymondan chiqib ketadi. Agar bilmay qilib qolgan bo'lsa, ig'ir darajada gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'ladi. Endi bu masala kelganda avamın nasıl hükmü bu? Xo'sh. Ulamoning bunga moslashib, shu xil tipdagi itotlarga qatnashish masalalari haqiqatan odamning uyg'usida inson ishontirdi. Yoki ishonishga bo'ldi. Bu ayni vaqtda bu Xitoy tajovuzchilarining ulamolik qilgan eng cho'ng haqorat endi bu. To'g'ri. Eng cho'ng haqorat. 60-70 yillarda şu Mao'nun en zalim vaxtlarında ölemanı kat harlap, mesxer kılıp to'ng'iz vaqtları saptıken. Hazır bir şey. Benim düşüncemden to'ng'iz vaqtları sağandı Mao iğir. Bu bir iğrak var. Tamamen bir jutun pişivası. İslam dininin vekili olan bu adamının bunda kılış İslam dinine kılıngan şu millet kılıngan fevkalade bir hakaret. Kemizdir. Bunu normal bir adam katarı kömegeydi kemdi bu. Xuddi maymunga o'xshash biz xoliqanni qilsa, da'vat qilnasi bu. Mushkildik emaslik kelganda boshqa avomlar haqida muhimdaq ishni qat'iy saqlanish haqida tavsiya qilaman ama ulamolar yani mening talabim bu ulamolar bir yurtning peshvosi, islom dinining vakili, payg'ambarning varisi bilan bundaq ishni kelib buningdan hazar eylash, qattiq saqlanish lozim. Muhimdaq masalaga duch kelgan vaqtda ulamolar agar shunda politik qatnashmay qolib qolsa, hayotiga xavf etgan darajada aniq jondan o'ltirildi.
Mandaq bir ahval bo'lib qolsam, hayotini saqlab qilish uchun shunda qilib qolsam, salafning davridan tortib berilgan fatvo buni durust deylik. Ammo shu o'rni mardona turib, shuni o'lib ketsam, afzal deylik. Afzal. Xo'sh. Endi mush masala kelgandan mening vatanning har qancha ulamo qarindoshimdan umidim. Mushuncha bola xarinib mushdim. Bu jannat saqlab qolgandan ko'ra haq ustida turib, nima deysan? Nima saltim bo'ling meni? Deb qat'iy yaqinga men mandaq islomning asos prinsipini masxara qiladigan, haqorat qiladigan komediyaga men qatilmayman qanday qilsa. Deb qat'iy turib, agar jonga kelib qolsa-mu, jondan kessa Allah'ın en katta ecir alıdım. Neçi mınlığın xalqqa yaxşı örnek oldu. Başqa qılğan xalqlı dua qılıb qaradı şu. Mandaq bir yolunu tanlışını tavsiye qılıma. Avamın nasıl qartam? Ayında hayati tehlike duş gelsem, şu iş ketilip özünün hayatını saqlab qalsam meyle. Önüme alığını sıpsan, gerçi şer'en ahinde hayati tehlike duş gelgen iş ketip dürüst bolğan bolsa-mı, ölüp getiş ebzal olğandıken, bu ölümmalı özü avamı nasıl tang orunda koysa bulmaydı da, bunun tarihlik mesuliyet duygusu buluşu lazım. Onda oğan buna canlı gelgen taktırdı mı, qat'iy turib, bunda qiliqsiz inson qilibidan chiqqan badbaxtning bu xil o'yiniga kelmasligi, bu ishni qilmaslik lozim. Agar jonga kelgan taqdirda jondan kechib, o'zining mardona holatda bu qadar yashapdimi? Buningdan keyin uzun yaşsam nima bo'ldi, yaşamasam shu. Allah o'tirib qo'ygan prinsiplarni masxara qilib komediya qitilgandan ko'ra, men haqqani maydonda kechaya bu jondan degan iddiaga kelsa, nay sharafli yaxshi ish qilmadi. Ulardan kutgan umidim bu. Onun aksincha ma'lum bir besim, zulm, tanqid, malamat, iqtisodiy ziyon buni bahona qilib turib, bundaq ishga qatnashish, boshqaning ayni tashabbus qilish, mana bu bir olimning sha'niga munosib etgan qilmish emas. Mush halishib qolgan ulamo qarindoshlar Alloh isloh qilsin, Alloh qutqazsin. Ammo ahirda umumiyuzli qarindoshlarning tavsiyam her bir meselege aniq javob chiqarish, uni fatvo berish uchun shu ishning ustida bo'lish lozim. Bu masalaga biz chet eldan xotirjam yetib uxlab, o'zimiz yashab ketib berib, ash vatanning ishida ma'lum bir ishlarga aralashib qilib, ma'lum xatolik o'tkazib qolgan ahlimizning, umumimizdagi hammani, ötedeki ölümanın hemmesi azgın, satqın, murtad, ubu deb her xil narsa chiqarib o'tish to'g'ri emas. Bularning kufrga nisbat berish texmi to'g'ri emas. Bundan kelganda bular ayında fatvo berish uchun eng avval ashaga berib, shu xizmatning ustida turib, o'zimiz ayında bir turib olib maydonda, andin keyin boshqalarga hukm chiqarsak bu munosib. Şunu chet eldeki ulamalar baş qarindoshlardan umidim, uni masxara qilish, kufrga chiqarib o'tish. Bunda qilmishning o'rniga ularga chiroyli nasihat qilish, uni haqida duo qilib qo'yish, uni shu holdan qutqizib olish tarafdor bo'lish lozim. Onun qilmishi bu xato, gunoh bu deb qo'rqmay deb da'vat qilish lozim. Ammo boshqa tarafga o'tish kelganda aldırması gerek. Bu mesele hakkında benim qarindoshlarga berdiğin cevabım bu. Rahmet, Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Qarindoshlar Allah'ın gibi bizning haqning yetib berishi, haqning sabab bo'lishimizga Alloh nasib qilsin. Agar bu programdan xabardor bo'lgan qarindoshlar bizningki o'tirib qo'ygan fikrimiz, bergan javobimiz haqida xato ketgan taraflarimiz olsa ko'ksitib qo'ysa, biz de rahmet eytimiz. Hoş. Chala qolgan tarafni to'liqlab fikrlari bersa, biz albatta haqida duo qilib qo'yamiz. Hammaylarni Alloh haqning ustida mustahkam turish, boshqalarga ortiqcha talab qo'yishdan burun o'zimizga ortiq talab qo'yish, boshqalarni fidokorlikqa tashabbus qilishdan burun o'zimiz fidokor bo'lish,
başkalarını ıslah qilishdan burun o'zimizni ıslah qilgan. Manda bir ruhiy kayfiyatni taqsin. Hammalarga ko'p rahmat. Rahmat, Allah razı olsun. Hürmetli televizyon köşkler, şuna qilib bu qatimliq savol javob programmamiz mushada oxirlashdi. Yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Allah